Assalomu alaykum. Rahmat, o'zi yaxshimi? Sog'liq yaxshimi? Trassez 50 talik, 25 talik qilib chiqaradigan bo'lsangiz, men sizga sedlo tavsiya beraman. Mana aka. Bu sedlo 50 talik trubaga qistirasizda, bu yoqdan 25 talik qilib chiqaveradi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimi? Sog'liq yaxshimi? Bir 28 ming. Aka, rahmat. Mana sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'linglar, yaxshi uchrashing. Kelib turinglar, ha? Assalomu alaykum. 75-95 foizli bor, aka. Aka, salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Bu tumanka mayda qilib sepadi. Plyonkaga sachramaydi. Yo'masam, issiqxonaning ichini sovutish kerak bo'lsa, axlajena mahsulotini qo'ying, aka. Umuman muammo bo'lmaydi. Uncha-muncha kasallik chiqmaydi. Ichlari issiqxonaning ichi muzdek bo'ladi. Hozir ko'pchilik shunday qiladi. Kelyapti uni aytganda. Mana shu boshiga qo'yganda. Bu yog'iga traynik qo'yasiz, bu yog'iga traynik, bu yog'iga kran qo'yaverasiz. 50-40. Bolalar qilib berishdan hammasini yaxshi qilib berishdan, narxni olyapsiz. Aka, salomat bo'lasizlar. Pul borchingiz kerak, motorni ustiga qo'yavermi? 2 metrdan bo'ladi. Qaysi? 1215 so'm shu. 1 metr. Ikkita gofra bilan Hop. orasiga qo'yiladigan 3 ta tunika. Yetmay qoldi-da, olib ketuvdik. Agrovalakni 2 ta dona qoldi. Thank you.